Qalbi go'zallarim, bugun sizlar bilan juda ham mazali chiqadigan nejni shirinligini tayyorlanishini o'rganamiz. Juda ham oson va tez tayyor bo'ladigan texnikada tayyorlanishini o'rgataman. Ushbu retsept asosida bemalol nejni shirinligini sotuvga ham tayyorlasangiz bo'ladi. Birinchi bo'lib elangan unimizga sheriletamiz solib, kroshka qilib olamiz yaxshilab. Tuxum sarig'iga qabartma yoki razliqli solib, vechka yordamida aralashtirib olamiz bir xil massa qilib. So'ng kroshkali massamizga tuxumli massani solib xamir qo'rib olamiz. Xamirimiz shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi beze tayyorlab olamiz. Beze uchun tuxum oqiga shakar solamiz, kukuruzni kraxmal solamiz va mikserga baland оборотga ko'pirtirishga qo'yamiz. Agar sizlarda ruchnoy mikser bo'lsa, bezelarni 3 ga bo'lib qilsangiz ham bo'ladi. Xamirimizni muzlatib o'tirishimiz ham shart emas, srazi terkadan chiqaraveramiz. Teng 3 ga bo'lib olamiz. Nejnilarimiz qavati, chunki 3 qavat bo'ladi. Xamirimizni terkadan chiqarib olgandan so'ng bezelarimizni ham ustidan chiqarib olamiz. Bezeni ahamiyat bergan bo'lsangiz, xamirdan 1 sm ichkariroqga chiqarasizlar, chunki pishganda bezemiz ishadi. Endi krem tayyorlaymiz. Xona haroratida turgan sariyog'imizni yaxshilab ko'pirtirib olib, varyoniy zgushonka solamiz va yana oq zgushonka ham solib krem qilib olamiz. Tayyor bo'lgan go'shtlarimizni ham ketma-ketlikda kremlab olib, ustini xohishga qarab bezatsangiz ham bo'ladi. Men kokosoy strushka va fistashka sepib bezatib oldim. Yanada ko'proq sotubob retseptlarni o'rganishni xohlasangiz, sizlarni o'zimni Tidukeks Telegram kanalimga taklif qilaman. Albatta ularni olinglar qizlar. Hozir kungacha kanalimda 500 dan ortiq eng sara retseptlar o'tilgan. Albatta ularni olinglar, foydali bo'ladi degan umiddaman.